ismim Begmatova Shahzoda. Yoshim 32 yoshda. Farzandim Shodbonov Shamshodbek 10 yoshda. 4-sinfda o'qiydi. Farzandim 2 yoshga to'lganda farzandimda men tashqi muhitga reaksiyasini, ovozlarga nisbatan reaksiyasini sezmay qoldim. O'shandan keyin nevropatologga murojaat qildim. Nevropatolog lorga murojaat qilishimizni tavsiya qildi. Lorga borganimizda audiometriya qildi. Audiometriyada karlikning 4-darajasi tashxisini qo'yib berdi. Bu bizda 2 yoshgacha sezilmagan, chunki 2 yoshgacha farzandimda tashqi muhitga ovozlarga reaksiyalarini sezganman. U borgan sari reaksiyasi kamayib shu 2 yoshda sezmay qolgandan keyin shu lorga murojaat qilgandim. Lor audiometriyada karlikning 4-darajasi tashxisini qo'yib bergan. Shundan so'ng biz Respublika pediatriya institutiga murojaat qilganmiz, lor bo'limiga. Bu yoqqa borganimizda bizga bir qancha tekshiruvlarni aytishgan. Biz o'sha tekshiruvlardan o'tganimizda u yoqda ham audiometriya qilishgan, bolani umumiy ahvolini tekshirishgandan keyin ular ham karlikning 4-darajasi tashxisini qo'yib berishgan. Shundan so'ng lecheniya olganmiz. Birinchi o'sha karlikning 4-darajasiga har xil lecheniyalar qilganmiz. Afsuski karlikning 4-darajasini davolab bo'lmas ekan. Shu sababli pediatriya institutida bizga kohlearniy implant qo'ydirishni tavsiya qilishgan. Uydagilar bilan maslahatlashib, biz kohlearniy implant qo'yishga qaror qilganmiz. Farzandimga karlikning 4-darajasi tashxis qo'yishganda, buni to'g'risi hech qaysi onaga ravo ham ko'rmayman. Hech qanaqa onani ichidagi his-tuyg'ularni onadan o'tgan. Farzandimning kelajagini o'ylaganman. Kelajakdagi jamiyatga qo'shilishi, uni oddiy insonlar qatoriga qo'shilarmikin, nima bo'ladi kelajagi o'qishi, hamma ona xavotir oladi kelajagidan. Bunaqa farzandimga karlikning 4-darajasi tashxisi qo'yilganda, to'g'risi uni hech qaysi onaga ravo ko'rmayman. So'z bilan ifodalash qiyin. Endi nima bo'ladi? Farzandim kelajagi nima bo'ladi? Jamiyatga qo'shilishi nima bo'ladi? Uni jamiyat qanaqa qabul qiladi? Fikrlar o'tgan xayolimdan. Lekin Allohga shukr, Alloh o'zi to'g'ri yo'lni ko'rsatib, davlatimiz unga yechimni ham qilib qo'yishgan, Allohga shukr. Bu operatsiya, kohlear implant operatsiyasi haqida umuman xabarim bo'lmagan. Bunaqa operatsiya borligi haqida, bunaqa apparat qo'ysa bo'lishi haqida ham bilmaganman. Respublika pediatriya institutida menga kohlear implant operatsiyasi qo'yiladi deb aytishdi. Shundan so'ng Respublika pediatriya institutiga murojaat qilganman. Kohlear implantatsiya operatsiyasi farzandimda 5 yoshda o'tkazilgan. Aynan shu 5 yoshga to'lish arafasi, 5 yoshga to'lishiga 1 oy qolganda bizga telefon qilib operatsiyaga chaqirishgan. 3 kun operatsiyaga tayyorlashgan. Bolani umumiy ahvolini juda ko'p ko'riklardan o'tkazishgan, boshini MRT qilishgan, yuragini echo, EKGlar qilishgan va bola hammadan ham jismonan sog'lom bo'lib tan olingandan keyin bolani operatsiyaga ruxsat berishgan. Bola operatsiyadan juda ham yaxshi chiqqan. Kohlear implantatsiya operatsiyasi 2 qismda bo'lar ekan, ichki va tashqi. Ichkisi operatsiya jarayonida o'tkazilgan bo'lsa, tashqisi 1 oydan keyin protsessor orqali podключение qilib berishgan. Biz operatsiyadan keyin 3 kun больницада yotganmiz. 3 kundan keyin uyga chiqazib yuborishgan. Hammasi yaxshi. Operatsiya yaxshi o'tdi deb uyga ruxsat berishgan. So'ng 1 oydan keyin chaqirib, protsessor qo'yib, podключение qilib berishgan. Operatsiyadan keyin 1 oydan keyin podключение chaqirishgan. Podключениеda qulog'iga, o'sha operatsiya bo'lgan qulog'iga protsessor o'rnatib, podключение qilib, nastroykalarni qilishgandan so'ng bola tashqi muhitga sразу ildirishni boshlagan. Podключение bo'lgan o'zida surdopedagoglar shug'ullanishgan bola bilan. Bolam, farzandim podключениеdan keyin tashqi muhitga, tashqi tovushlarga, ovozlarga reaksiya qilgandan keyin juda ham hayajonlanib, ichimdan juda ham qattiq xursand bo'lib ketganman. Endi doktorlarga savol berganman. Rostdan eshitadimi bu? Rostdan shunaqa bo'ladimi? Rostdan bu yog'iga gapirib ketadimi deb rosa doktorlarga savol berganman. Doktorlar albatta gapirib ketadi, faqat bola bilan muntazam shug'ullanish kerak. Reabilitatsiya jarayoni bor. Bola bilan surdopedagog, surdologlar, logopedlar shug'ullanib borish kerak muntazam ravishda deyishgan. Keyin men pediatriya institutida ham surdologlar bo'lgan, logopedlar bo'lgan. Ularga olib borganman. Ular 3 soatlab, 2 soatlab polni o'tirib bolam bilan bitta o'zi bilan individualniy shug'ullanishardi. Tovushlar chiqarishni boshlashgan boshida. Harflarni sekin-sekin tanitishgan, sekin-sekin so'zlar qo'shilgan. Keyin sekin-sekin farzandim gapirishga o'tgan. So'zlarni qo'shib уже
gapiradigan darajagacha yetdi. Allohga shukr, hozir gapiradi. Men o'sha farzandimga karlikning 4-darajasi qo'yilgandan keyin doktorlarga rosa savol berganman. Nimadan bo'ladi? Qanaqa qilib bo'ladi? Nimadan kelib chiqishi mumkin bu narsa deb so'raganda, ular umumiy homiladorligim o'tgan davrimni so'rashgan, mendan tug'ruq jarayonini so'rashgan. Doktorlar aytishganki, asosan antibiotiklardan bo'ladi yoki bola juda ham qattiq boshi bilan yiqilib tushsa, shunaqa bo'lishi mumkin. Yoki bu tug'ma bo'ladi. O'zi asosan karlikning 4-darajasi tug'ma yoki orttirilgan bo'lar ekan. Bizda orttirilgan jarayon bo'ladi. Sababi tug'ruq jarayoni ozgina og'ir o'tgan. Raddomda tug'ilganda o'pkasiga doktorlar suv yig'ilgan ozgina deb antibiotik qo'llashgan. O'sha antibiotikdan bo'lgan. Farzandim o'sha payt 5 yoshda edi. Operatsiyadan so'ng 5 yoshda edi. 5 yoshga to'lgandan keyin iloji boricha men ko'proq shug'ullanishga, farzandga qarashga urg'u berdim. Sababi o'sha 2 yildan keyin maktabga chiqish kerak, maktab jarayoni boshlanardi. Shu sababli частный bog'chaga aynan ixtisoslashgan surdologlar shug'ullanadigan, logopedlar shug'ullanadigan bog'chaga berganman. Faqat bog'chada ular shug'ullangani bo'lmasdi, lekin uyda o'zim alohida shug'ullanardim. Sababi u bog'chada shug'ullanib kelgan juda ham kamlik qiladi. Baribir ona o'zi shug'ullangani, ona alohida e'tibor bergani u boshqa deb bilaman. Agar kimdadir farzandimdagi karlikning 4-darajasi tashxisi qo'yilgan farzandi bor ota-onalar bo'lsa, men ularga rahlar implant qo'ydirishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ba'zilar haligacha bir qarorga kela olmayotgan bo'ladi yoki qo'rqayotgan bo'ladi farzandidan bu operatsiyani qildirishdan. Shu sababli bu operatsiya qildirishdan umuman qo'rqmaslikni tavsiya qilaman. Bu ota-onalar o'ylagandan ham farzandi uchun ko'proq natija olib keladi. Faqat e'tibor va shug'ullanish kerak, reabilitatsiya jarayonini to'g'ri olib borish kerak. Rahlar operatsiyasi jarayonidan keyin farzandingiz bilan to'liq shug'ullanib, reabilitatsiya jarayonini to'g'ri olib borsangiz, kutilgan natijaga erishish mumkin. Mani farzandim hozirda 4-sinfda o'qiydi. O'zining tengdoshlari bilan baravar o'qib, ko'chada ham masalan o'rtoqlar bilan bemalol muloqot qilib, o'ynab, maktabda ham bemalol muloqot qilib, o'rtoqlari bilan o'ynab, qo'shilib yuradi. Rahlar kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mening ismim Shamshod. Yoshi 10da. 4-sinf o'qiyman. Men katta bo'lsam, futbolchi bo'laman. Men matematika va rus tilini yaxshi ko'raman. Apparat zo'r.